Tamak 520 salonimiz kichik va qizlar, yaxshimsizlar. Bugun biz yangi yo'tal tayyorlashni o'rganamiz. Ana bo'lsa, muvofiq miqdorda uni tayyorlagandan keyin tuz, soda, ichib solamiz. Ondan azroq suv qo'yamiz. Uni tekshi elashtirib, xamir yo'g'iramiz. Xamirni 15 minut atrofida tindirib olamiz. Ondan xamir ishlaymiz. Qachağa qaymoq, sarmay, tuz, may qatorliqlarni qo'yib, tekshi aralashtiramiz. Ondan uni bayaqi tayyorlangan xamirga tekshi surkaymiz. Ondan xamirni tortib yogaymiz. Qasqonga chiroyliqini qilib tizimiz. Ondan uni 25 minut atrofida dumlaymiz. Yong'oqni ezib tayyorlaymiz. Ondan yo'talni olamiz. Asal surkab yong'oq mig'izini ustiga sepgandan keyin o'xshagan yong'oq yo'tasi tayyor bo'ldi. Undaq bo'lsa do'stim, tamak 520 salonimizga qo'shilib, texmi esil taomlarning sohibi bo'ling.